Assalomu alaykum. Sizlar bilan Egamberdik Falabergan, siz Shaffof Uz kanalini tomosha qilyapsiz. Azizlar, o'tgan galgi videomizda non chiqarish, non sexa biznesi va nonni, baton va derevenskiy nonlarni qanday qilib uy va biznes sharoitida ishlashni ko'rsatishga va'da bergandik va videoning vaqti uzayib ketganligi sababli biz sizlarga derevenskiy nonni ko'rsata olmadik. Derevenskiy nonini o'zbekchasiga aytganda qishloq nonini alohida bir video qilib chiqarishga qaror qildik va bugungi videomizda siz xudo xohlasa derevenskiy nonni qanday tayyorlanishini tomosha qilasiz. Demak, azizlar, xudo xohlasa hozirgi qiladigan xamirimizdan mana bu nonlar chiqadi. Derevenskiy bagetta, qishloq noni o'zbekchasiga. Demak, bunga bizda hozir 4 kilo unni testo mestimizga soldik. Bu testo mes degani shunaqa uskuna xamirda o'zi qaradigan, o'zbekchasini bilmayman. Demak, hozir qaradigan xamirimizga 4 kilo un qo'ydik, 2 litr suv. Demak, bunday bu nonni o'zi drojsiz, bezdrajavoy non. Bezdrajavoy non derevenskiy deb aytiladi. Bu shunday drojsiz xamirda yaxshi ko'radigan insonlar bor, shular uchun juda ham ma'qul non, ajoyib. Значит, atentik degan nima kerak bo'ladi bizga? Qo'shimcha. Bu droj vazifasini bajaradi. Xamirni ko'tarilishiga olib keladi. Xamirni ko'tarilish vazifasini bajaradi. Asli qolgan nonlarda xamirni droj ko'tarsa, hozir bu bezdrajavoy, lekin bizga atentik degan narsa kerak bo'ladi. U o'sha atentik droj o'rnini, droj vazifasini bajaradi. Demak, atentikdan 160 gram. Mana bu atentik mana. 160 gram. Tuz 100 gram. 50 gram rjannoy muka deyiladi, rjannoy un. O'sha narsa, rjannoy un kerak bo'ladi. O'zbekistonda topiladimi? Menimcha topiladi. O'zbekistonda hozir hamma narsa topiladi. Xitoyda o'tib ketyapti. Demak, 2 litr suv, rjannoy muka, rjannoy un 50 gram, tuz 100 gram, atentik 160 gram. 4 kilo unga. Hozir mana qo'shdik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, hammasini bitta aralashtirib olish kerak. Yopdik, bosdik. Ozgina aralashtirgandan keyin suvni qo'shib yuboramiz, xudo xohlasa. Derevenskiy non, bu non kattaligiga qaraganda va grami kichik bo'ladi, shunday o'zi kattayadi. Hozirgi atentik degan narsa buni xamirning kattayishiga olib keladi va bu nonning bahosi ham oddiy nonlarga qaraganda 2 barobar qimmat turadi. Mazasi ham o'shanga yetib oladi. Bo'ldi. Unimiz tayyor, aralashtirdik. Demak, 2 litr suvni qo'shamiz, xudo xohlasa. Qo'shdik. Birinchi ko'rsa aylantiraveraman. Qo'lda qilsa ham bo'ladi. Bemalol qo'lda qilsa ham bo'ladi. Qo'lda qilishga erindik, nima qildik? Biz hozir ish sharoitida bo'lganimiz uchun ishimiz ko'p. Sizlarga professionalniy video qila olmaymiz, uzr so'raymiz va o'zimizdagi bor jihozlardan hammasidan foydalanamiz. Buni umuman qo'lingizda qilsangiz ham bo'laveradi uy sharoitida. Faqat shu atentik bilan rjannoy unni topsangiz bo'ldi O'zbekiston magazinlaridan. Hozir unimiz tayyor bo'ladi hammamiz. Azizlar, mana xamirimiz ham xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Biz hozir qilgan retseptga 4 kilo unga 2 litr suv qo'shdik. Bu ozgina qattiqroq bo'ldi xamirimiz. Shuning uchun biz где-то 150 gram menimcha suv qo'shdik. 150 gram bo'ldi. Bunday sostoyaniyagacha mana bunday bo'shliqgacha yoqib olamiz. Tablishi. Mana shunday yumshoqlikgacha o'sha isho tablishi bo'ldi. Mana shunday bo'shliqgacha biz suvni qo'shdik. Endi ozgina masla qo'shamiz, bo'ldi. Ozgina yog' qo'shsak, xamir tayyor bo'lgandan keyin ozgina yog' qo'shamiz. Mana azizlar, xamirimiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Xamirimizni olamiz. Bu qurilma bilan
ishlash, bu uskuna bilan, maxsus uskuna bilan ishlash osonroq. Mana. Demak, mana xamirimiz tayyor azizlar. Boshladik kesishni. O'rtacha 500-520 grammdan olamiz xamirimizni. Uy sharoitida bo'lsa, xuddi hozirgi hozirgi qilgan retseptimizdan qancha non chiqishini oxirida ko'rsatamiz. Keyin siz tarozisiz ham o'shancha shtuk chiqarib olasiz sonini. Demak, 520 gram o'rtacha bo'ladi. 11 ta shtuk 200 gramlik chiqdi. 8 ta shtuk 520 gramlik chiqdi. Demak, o'sha bagetta va dervenskiy nonlari bitta xamirdan, bitta retseptdan chiqadi. Ularning ta'mi bir xil, ko'rinishi boshqacha. 8 ta dervenskiy kattasidan, 11 ta kichik bagetta, mini bagetta. Demak, endi ularni krutib qilishni boshlaymiz. Sayt akamiz yaxshiroq krutib qiladi, men xizmat qilaman. Ular krutib beradi. Ana qanday qilish yo'lini ko'rinadi. Xamirlarning oralarini ochib qo'yishimizdan sabab bir-birlariga tegib yopishib qolmasligi uchun. Dervenskiy va bagetta nonlarimiz xamirlari ko'tarildi o'zi. Oradan 1,5 soatcha vaqt o'tdi. Qanday qilinadi? Bu juda ham nozik xamir, shuning uchun qattiq ezib tashlash mumkin emas buni. O'rtasini bosib oldi. Juda ham qo'lda nozik bosmasdan, kuch ishlatmasdan xamirni ishlash kerak. Bu endi dervenskiy nonimiz, katta non. Mana ikkita atrofini bosib oldik. Xamir, yana bir marta aytamiz, juda ham nozik. Qattiq qilib xamirda o'rab tashlasangiz, zug'ala qilib tashlasangiz, unda xamiringiz ko'tarilmay qoladi. Keyin hali bu yana rastoykada turishi kerak va ko'tarilishi kerak. Agar siz hozir qattiq qilib, mana shu stolda ko'tarilib olgan joyida qattiq qilib tashlasangiz, u rastoykada ko'tarilishi qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun juda ham nozik xamir. Un qilib olamiz. Un qilib, mana shunday qilib, unga bir aralashtirib, listlarga qo'yib, joylashtirib olamiz hammasini. Kuch umuman ishlatmayapti, kuch ishlatilmayapti. Ko'rinishidan balki o'xshab ketar, kuch bilan bosayotgangadir. Lekin kuch ishlatish mumkin emas. Listlarga taqab oldik. Oralarini
zo'r qo'yib, oralarini ochiq qo'yib qo'yish kerak. Ko'tariladi bu katta bo'ladi. O'shanda bir-biriga tegib qolmasligi kerak. Endi rastoykamizni joylab olamiz. Silnani uдар. Bo'ldi. Bu ham rastoykada ancha turadi. Endi Xudo xohlasa tayyor bo'lganda qancha turganini aytamiz. Ayza mana Derevenskiy baget nonlarimiz tayyor bo'ldi. Ularni endi kesish qismiga o'tkir pichoq bo'lishi kerak azizlar, o'tkir. Sekin kesib ber. Batonni azizlar rastoykiga qo'yishdan oldin kesib olardik. Buni rastoykidan chiqqandan keyin kesib, to'g'ri pechkiga qo'yamiz. Ne so'xnilo. Qurib qolmasligi uchun mana shu kesilgan joylarga margarinni oqizib, tomizib chiqadi. Demak, mana nonni kesib oldik. Ustiga margarinni ham qo'yib oldik. Mana. Demak, azizlar, bu Derevenskiy va bagetta nonlarimizda gradusni boshida 200 qo'yamiz. 200 ga ko'tarilgandan keyin nonlarimizni pechkiga qo'ygandan so'ng pustni bosamiz. Daqiqani sanab boshlaydi, 24 daqiqa turadi va 165 gradusga tushiramiz sirazi. Boshlaymiz. Yopdik. Pusk. Katta ana par sanab. 15 ta par, 15 sekund par. Siz qo'lingiz bilan uy sharoitida bo'lsa, suv sepsangiz bo'ladi. Eshikdan yopishdan oldin. Mana par chiqyapti. Par tugadi, mana endi gradusni tushiramiz 165 ga. Bo'ldi. 185 gradus pechkini ichidagi. Bu men qo'ygan ko'rsatkich. Endi shu ko'rsatkichgacha bu tushishi kerak. 24 daqiqadan so'ng onamiz tayyor bo'ladi azizlar, Xudo xohlasa. Kutamiz. Azizlar, mana nonlarimiz tayyor bo'ldi. Derevenskiy noni. Evet. Bu bagettamiz bizni mana azizlar. Juda ham mazali nonlar, bezdrajovoy. Mana. Bezdrajovoy juda ham bir ta'mi o'zgacha bo'ladi buni azizlar. Mana siz ko'rgan nonlaringiz, sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan, tavsiya qilmoqchi bo'lgan nonlarimiz tayyor. Bugungi videomiz o'zining nihoyasiga yetdi. Shu bilan xayr azizlar.